Shu Farg'ona tumani suv, ichimlik suv nimasidan qarzdorlik bo'lib qolgandi. Noreal qarzi u. Keyin shu Farg'ona tumani iste'molchilar huquqini himoya qilishga murojaat qildim. Bular shu qonun doirasida chiroyli qilib hal qilib berishdi. Iste'molchi Tolipov Isroil aka ichimlik suvi yuzasidan qilgan murojaati jamiyat mutaxassislari hamda Farg'ona tuman suvoqa va xodimlari mutaxassislari ishtirokida o'rganib chiqildi. Iste'molchiga nisbatan qo'llanilgan noreal qarzdorlik qayta hisob-kitob qilish natijasida iste'molchi foydasiga hal etildi. Mahalladan tavsiya qilishdi. Mahalladan sotga borib uchrang, xodimlari ham yaxshi ekan deshgandi, shunga kelib uchradim. Yaxshi. Bizi bolalarni federatsiyamizni sizga ko'rsatgan xizmatlari ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, rahmat. Mana shunchalik bartaraf qilib berish qarzdorlikni. Hozir hamma yo'q bartaraf bo'ldi. Noreal qarzdorlik yo'q hozir. Hozirgi kunda kommunal idoralarida har bittasida shaxsiy kabinetlar ochilgan. Shu kabinetga kirib, telefon orqalimi, kompyuter orqalimi kirib, o'zingiz kabinetingizga raqamingiz kiritilgan bo'ladi, raqam berilgan bo'ladi sizga. Shu raqam orqali kirib, o'zingiz kirib, holatini, har oyga, har soatga holatlarini ko'rib tursangiz bo'ladi. Kunligi kunda, oyligi oylik ko'rsatib turadi. Shu ilovadan foydalansangiz, o'zingizga yana ham oson bo'ladi. Aldalib qolinmaydi. Bu tushunarli.